Barcha salom do'stlar. Sizlar bilan men DMS o'yinlar va bu videoda biz Counter o'ynaymiz. Oddiy Counter emas, zombilarga qarshi. Men shu bazada o'ynayman va ketdi. Xohlagan narsa olish uchun bunaqa qilib qo'yganman-da pulni. Endi aniqlaysizlar, e'tibor bermasizlar. Ko'proq bo'lishi uchun o'lib qoldim. O'lib qoldim. Mayli, hech qisi yo'q. Nima qilamiz? Tez. Qayerdan topsak bo'ladi buni? Dushman mana. Neyse, iyi. Qandoq? Yo'q, bolalar, to'xtanglar. Va men do'stlar, bir amallab boshqa bazada o'tib oldim. Demak, bunaqa qirol olish kerak ekan. Tepaga chiqib o'taman. Keyin bitta YouTuberdan ko'rib qoldim-da, gaming o'yinlardan. Nega? Real Madriddan ko'rib qoldim. Tepaga chiqib o'tsa, zombilar chiqa olmas ekan. Zombilik qilish esimdan chiqibdi. Va men bir amallab zombilik ham qilib oldim. Voy. Nimani? Pastga chiqib o'tamiz desam. Bitta ot desam bo'lmasam. Mayli do'stlar. Mayli do'stlar. Sizlar bilan men GMS o'yinlar bo'ldi. Like bosinglar va obuna bo'linglar.